Gijja va parazitlardan qutulmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Inson tanasida minglab gijja va parazitlar bo'lishi mumkin. Buni aniqlash juda oson. Agar sizda tez charchash, uyquchanlik, energiya yo'qligi, soch to'kilishi, ko'zingiz xiralashishi, so'lak oqishi, tishda g'ijirlatish, terida bilinar-bilinmas oq dog'lar, ishtaha yo'qligi, xotirangiz pasayishi, bolalarda kechasi peshob qilib qo'yish, ozib ketish kabi holatlar bo'lsa, demak sizda 100% gijja bor. Sizda bor degani bu butun oila a'zolaringizda ham gijja bu muammolar bor degani. Bu muammodan dori-darmonlarsiz, klizmalarsiz tabiiy davolanishni istasangiz, momam o'rgatgan tabiiy usuldan albatta foydalaning. Momamning retseptlari asosida tayyorlangan bu qiyomda 10 dan ortiq eng sara giyohlar bor. Bu giyohlardan mana shunaqangi qiyomli aralashma tayyorlagan. Bu aralashmam tanangizdagi yuzlab gijja va parazitlarning barcha turini zararsiz, qopi, urug'i, uyasi bilan bitta qoldirmasdan to'kib beradi. Natijada yuqorida sanab o'tgan sizdagi muammolar asta-sekinlik bilan bartaraf bo'ladi. Oilaviy davolanishni xohlasangiz, men sizga albatta tayyorlab beraman. Buning uchun izohlarda gijja so'zini yozib qoldiring.